Bo'lib to'lashga ham sotib olsangiz bo'ladigan ipoteka variantidagi hayhotdek chiroyli xonadonimiz zudlik bilan sotuvga qo'yilgan. 4 xonali, lekin 5 xona desangiz ham bo'laveradi. 83 metr kvadratli xonadonimiz uy jihozlari bonusiga qoldirib ketiladi. Uy ichidagi yaxshi qimmat gilam, parda, konditsioner, lyustralari 100% qoldirib ketiladi. Ushbu xonadon juda ham pul zararligidan shoshilinch ravishda sotuvga qo'yilgan. Eng qulay tarafi sanuzellari razdelniy. Ushbu xonadon shundoqqina yo'l yuzida 3-etajda joylashgan bo'lib, orqa tarafida огородlari ham bor. Parkovkalardan muammo yo'q. Aynan shu dom uchun ajratilgan parkovkalari bor. Suv, gaz, svet, internetli uzluksiz. Lokatsiya zo'r, infrastruktura qulay, bog'cha, maktab, poliklinika, magazin, aptekalar bir qadam. Transport qatnovlaridan ham umuman muammo yo'q. Katta yo'lni shundoqqina yuzda desa ham bo'ladi. Havosi eng toza joyda joylashgan ushbu xonadonimiz Xuroson ko'chasi Do'stlik mahallasida joylashgan. Mo'ljal Nabirejniy, Bahor to'yxonasi atrofida. Shoshiling, hoziroq uy egalari bilan bog'laning. Narxini uy tepasida 5 tashlab baraka qilsangiz, kelishtirib chiroyli narxga berishadi. Bunaqa narxdan bu atrofda bunaqa 4 xonali kvartira topishingiz amri mahol. Hujjatlari, kadastr ko'chirmalari joy-joyida.